Assalomu alaykum oltin darvozani kuzatuvchilar. Navbatdagi adresimiz Qirg'iziston, O'sh, Jidalidamiz. Bu yerga o'z birinchi joyimizga kazirolar qilamiz. Shular joylarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hop, bu joyimizga chiroyli qilib leksallik qilamiz. Chekkasi lazerli. Bu tomonga chiqishi 2,5 metr chiqadi. Bu tomonga chiqishi 4,30. Hop, mana bu eshigimizga qilamiz. Hop, eniga 2,30, tashqariga chiqishi 2 metr. Buni chekkasida qo'lli naveslarimiz bor, rasmini ham qo'yib qo'yaman. Xudo xolasa ko'rasizlar. Ishlarimiz bitgandan keyin ham chiroyli obzorlarni qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu joyimizga bu yoqqa chiqishi 3 metrda, kengligi 580 lik naves bo'ladi. Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlab, videolarga layklar bo'lsa, yaxshi do'stlarga jo'nating. Xudo xolasa biz chiroyli qilishlarni bitirib beramiz.